Bitta yangi akkumulyator qanday? Shundan qo'shib berasizmi yo boshqachasidanmi? Nexiyada turib akkumulyator beraman. Yurib turgan akkumulyatorni berasiz. Yangi surog'im turibdi. Yangi akkumulyator qo'shib beradi bonusiga. Trambolyorlar elektronik qilingan bo'lsa kerak menimcha. Elektronik trambolyor ekan, trambolyorlar. Tushunadi buni. Hujjatlari joyida. Metani bor, metan temir. Holat chiroyli. Kimga qiziq bo'lsa surish telefon qilgan. Xullas, hurmatli obunachilar, yili necha buning? 87-yil Jigulimiz arzon narxda. Kim arzon narxda Jiguli olaman deydigan aka-ukalar bo'lsa, surish tepadagi nomerlarga telefon qilasizlar. Buni bitta aybi bor. Qolgan joyida umuman aybi yo'q. Motorlar yaqinda qilingan. Toza turibdi mashina. Akkumulyatorlar ham yangi qo'yilgan. Hamma tomon yangi. Balonlari lekin yangi deya olmayman, balonlar o'rtacha holatda. Bittasi mana shunday, qolgani shunday, to'g'rimi? Mana salon holatlari. Ko'ryapsizmi? Torpedalar birinchi joyda yorug' joyini ko'rmayapti. Chiroyli turibdi. Magnitofon kolonkalari yo'qmi buni? Bor. Uni ham beraman. Beraman. Eshitdilarmi obunachilar, narxini oxirida aytaman. Videoni o'tkazmay turinglar. Mana holat. Buni bitta aybi bor. Nima aybi desalaring mana. Ko'tarilgan. Orqadan solgan qarochi. Kimga qiziq bo'lsa, narxini 9 milliondan kami yo'q. Srochniy tepadagi nomerlarga telefon qilasizlar. Remont qilib beraman deydigan aka-ukalar bo'lsa, telefon qiling. Metani temir balon. Mana. Hadavoyda ishi yo'q. Motorda ishi yo'q. Faqat mana shu ko'tini to'g'rilash kerak. Chiqilgan qarochi. Dokumentda ham umuman muammosi yo'q. Telefon qilaverasizlar. Kimga qiziq bo'lsa, yilini aytdik, holatini ko'rlaring, radiatorlar yangi qo'yilgan mana. Kim tushunsa, bu 06-11 motor ekanini bilmadi-ku, lekin V yozuvi bor. Uni tushunadiganlar tushunsa, aloqaga chiqasizlar. Motori ham bor. Yana ham qo'shimcha nimalari bor. Galopka-malopkalar. Eshitlar. Motori galopkaning past qismi bloklari ham bor. Kimga qiziq bo'lsa, obunachilar chiqasizlar. Sroch juda arzon narxda, kelishilgan narxda beriladi. Balon holatlari o'rtacha. Bitta diskasi almashgan ekan, qolgan 3 ta diskasi yevro qilingan. Mana shu ayb. Mana. Mana ayb. Bo'ldi, boshqa aybi yo'q mashina. Zavodi bo'lib yuradigan mashina. Bitta akkumulyator zaryadda o'lgan, anchadan beri yurmagan. Shunday vaziga mana shunday bo'lib turibdi. Zaryadlaysizlar, shunday minib chiqib ketasizlar deydi.